Mikrofonni o'chirsangiz aytaman. Zaxiradagi polkovnik Ahmedova Soraxon Talibjanovaman. 82 yoshga kirdim. 20 yildan ko'proq brigadir mexanizator bo'lib ishlaganman. 10 yildan beri sport to'garagini, velosiped haydash, yana folklor ansamblini ochganman, chanqovuz cholish. Fayzullayeva Madina Hikmatullayevna, 28 yoshdaman. Ismim Dilnoza, davlat xizmatchisiman, siyosatshunosman. Ismim Munojatxon, san'atkorman, senatorman. Munojatxonni ko'rganimda o'zbek ayolining timsolini ko'raman. Men Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidan bosh cho'pon bo'lib ishlab kelmoqdaman 22 yildan beri. Mana bizning qahramonlarimiz. Sog' bo'ling, tabriklayman. Surxondaryo viloyati Denov tumani 1-sonli oilaviy bolalar uyi mudirasi Jo'rayeva Ozodaman. 10 nafar farzand asrab olganman. Avtomobillarga rezina butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi sexida liniya ustasiman. Kasbim shifokor, hozirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatiman. Men o'zbek qiziman, men buyuk elli farzandiman deganlar uchun men sizga mingdan ming rahmat qilmoqchiman. Keling, bir rasm o'chirasizmi? Mani qahramonlarim shunday qiz tarbiya qilgan, onamizga katta rahmat. Ayol kishiga eng yaxshi sovg'a gul, mehr. Ayol kishi shirin so'zdi gadosi deydi-ku. Bayramda eng yaxshi sovg'a bu gul. Hurmatli prezidentimizning qo'llari qo'yilgan otkritkalar boradi. O'shani ko'rib birinchi bayramimiz shu bilan boshlanadi har yili. Ayol kishiga gul, mana qarang, qanday chiroyli gullar. Eng muhim shirin so'z ham, hattoki bitta kulib qarash ham biz uchun sovg'a deb o'ylayman. Eng sovg'a birinchi shirin so'z, ikkinchisi gul, uchinchisi sadoqat. Olamga salomlar, alangali bilaman. Ginness rekordlarini kiritilgan qaraqalpoq o'tavuna kerakli hamma narsalarni to'qiyman. Ayolni baxti hurmatda bo'lishda, e'zozda bo'lishda, teng huquqli bo'lishda. Ular vatanni sevadi va vatanga sadaqa qiladi. Yaxshi ko'rgan ishi borligi, shoshilib ishga borishi, shoshilib uyga kelishi bu o'zi juda katta ayol uchun baxt deb bilaman. Oilasida mustahkam oilasi bo'lsa, baxtli oilasi bo'lsa. Butun O'zbekiston ayollarini 8-mart bayrami bilan tabriklayman. Sevib, sevilib yashab yursin. Guldek ochilib yursin. O'zlarini ehtiyot qilinglar.